Baraka top ona qizim. Ovqating shirin bo'pti. Dadajon, bir narsa so'rasam xo'p deysizmi? Xohlaganingni so'ra qizim. O'rgilaysan-da o'zim. Haligi ertaga imtixonim. Maktab tugamadi-yu. Qanaqa imtihon yana? Ertaga muhim sana. IELTS imtixonim. Yaxshi topshirib olsam, overall 9 olsam, Oxfordga ketaman. Orzuyimga yetaman. Oxfording qayoqda? Buyuk Britaniyada. Xotin. Qizingga aytib qo'y. Balog'atga yetguncha ehtiyotlab katta qildim. Egasiga topshirguncha hali yana avaylayman. O'qish haqida boshqa gap so'z eshitishni xohlamayman. Lekin dadasi. Xo'p. O'ynab qo'yay. O'qirmishlar. Yana Buyuk Britaniyada. Men pulni supurib olyapman-da. O'qishni kim qo'yib sanga? Sovchilar tinchlik bermayapti onangga. IELTS qilmasdan tuzukroq ovqat qilishni o'rgan. Tikishni, bitishni, keyin haligi qon bosim o'lchashni bilgin. Yaxshi bitta kurs topib, kelinlikka tayyorlan. Maktabingni tugatsang kuyovga uzatamiz. Ering xolasa o'qiysan, xolamasa o'tirasan. Xotin, qolganini o'zing tushuntirasan. Amin. Allohu akbar. Xo'p dadasi. Yaxshimisan, Ishmonqul? Rahmat. O'zing tuzukmisan? Tabriklayman. Ko'chadan eshitmasam, o'zing aytay demaysan? Tushunmadim. Nimani? Iya. Nima? Xabari yo'qmi? Qizingni yutganini, imtihondan o'tganini. Bilishimcha IELTSdan 8,5 olganmish. Buyuk Britaniyaga o'qishga ketayotganmish. Ha, uni aytyapsanmi? Rahmat. Sir bo'lmasa, qancha berding? Bilimi bilan o'tdi. Hozir u zamonlar qopdimi? Qo'ysang-chi. Yoki qizing qoshini qoqibdimi? Menga qara qo'ng'iz mo'ylov. Yana bir og'iz gapirsang, qo'yni bo'g'izlaganday joningni olaman. O'ynab qo'yay. Tavba qildim. Men nima dedim? Ishmonqul. Assalomu alaykum. Bir daqiqa shoshmay tur. Lekin onajon, shu yoshga kirgunimcha, 18 ga to'lgunimcha shanizga dog' tushirmadim. Yuzingizni shuvut qilmadim, sizlarga pand bermadim. Jahlingiz chiqmasin onajon. Shikoyat qilganim yo'q. Bilaman, meni o'ylaysiz. Qizim baxtli bo'lsin deysiz. Lekin men nima qilay? O'qishga kirsam deyman, dunyoni ko'rsam deyman. Yutuqlarga erishib, sizlarni nomingizga rahmat bersam deyman. Bir o'ylab ko'ring onajon. Menda bunaqa imkon bo'lmasligi mumkin yana. Agar uzatib yorsangiz, o'qitishmasligi mumkin. Jim turmang, bir nima deng. Dadajonni ko'ndiring, bitta harakat qiling. Orzuyimga erishishga bir marta imkon bering. Jonim qizim, qizalog'im. Sen ham meni tushungin-da. Axir dadangday odamga o'tarmadi meni so'zim. Qiz bola boshing bilan qiynalasan-da qizim. Menga qolsa o'qishingga yubormasmidim o'zim. Hali dadang kelsalar, bo'lgan ishni bilsalar, gapimni ikki qilding deb adabimni beradilar. Nega unday qilding qizim? Axir dadang senga yo'q degandilar-ku. Nega imtihon topshirding? Onajon, men dadamga qarshi chiqmoqchi emasman. Kelajakda tug'iladigan farzandlarimga ularni onasi nimalarga qodirligini, qaysi darajaga chiqa olganini isbotlamoqchiman xolos. Bir marta so'rab ko'ring. Agar ruxsat bermasalar, unda mayli. Bormayman. Gapingiz menga qonun. Hatlab o'ta oling. Voy. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Ikkalang ham narsalaringni yig'ishtir. Jon dadasi, kechiring. Iltimos, bizni haydamang. Qizingiz yoshlik qilibdi. Siz nima desangiz shu. O'qishdan voz kechibdi. Ha qizim, nega indamaysan? Iltimos, kechiring dadasi. Jam. Tez tayyorgarligingni ko'r. Buyuk Britaniyaga ketamiz. Nima? Nima dedingiz dadasi?
Rahmat dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Hazillashyapsizmi? Nega hazillashaman? Qizimni begona joyga yolg'iz qanday yuboraman? Sen ham, men ham birga boraman. Men inglizcha bilmayman. Siz ham bilmaysiz dadasi. Bilmasak o'rganamiz. Ana, Ibrat Academy bor. Bepulga til o'rgatadi. Telefonga yuklab olsak, bemalol o'rgansak bo'ladi. Birga o'rganganimizda qizing imtihon qiladi. Endi oshga harakat qil. Bo'l, qarindoshlari chaqir. Xo'p bo'ladi dadasi. Dadajon, rahmat sizga. Senga rahmat qizim. Yuzimni yerga qaratmading. Nodon otangni kechir. Unday demang dadajon. Rahmat qizim. Sendan mingdan ming roziman. Bolam, katta rahmat senga. Eshitib xursand bo'ldim. Qizing o'qishga kiribdi. O'zini kuchi bilan. Yana Oksfordga ya. Dadang rahmatli, seni o'qitaman degan edi. Lekin sho'rli do'stimni umri bilan puli yetmagan edi. O'limidan oldin menga shunday aytib ketgan edi. Oshna, so'zimda tura olmadim. Bolamni o'qita olmadim. Lekin hali qarab tur, Eshmonqul jo'mard yigit. Bollarini o'qitadi. Meni avlodlarimni hali ziyoli qiladi. Ana o'shanda ko'rasan, o'shanda tan berasan degan edi. Senga rahmat bolam. Otangni vasiyatini a'lo qilib bajarding. Yana qizingni o'qitib, inshaalloh jannatdan go'zal qasr jamg'arding. Bolam, katta rahmat senga. Rahmat. Men hurmatli ota-onalarga qarata aytmoqchiman. Qizlaringizni o'qiting. Orzu-umidlarini ro'yobga chiqarishlarida ularga ko'makchi bo'ling. Ulug'larimiz aytganlaridek, o'g'il bolani o'qitsak, bir kishi savodli bo'ladi. Qiz bolani o'qitsak, butun oila, butun jamiyat bilimli bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev